Ramiz Avtotest kanalidagi obunachilar va video kuzatuvchilar, sizlarga juda ham zo'r bomba yangilik deganda qanaqa? Endi uyda o'tirib, kimni uyida smart televizori bo'lsa, smart televizorini shunday yoqib qo'yasizlar-da, yoqib qo'yganinglardan keyin oldingizga bitta talenkani olib, endi hazilu, shunda oldida o'tirsanglar, xuddi sizlar avtodrom ichida yurgandek tasavvur qilasizlar. Tasavvur qilinglar, sizlar avtodromga keldinglar, mashinani ichida o'tiribsizlar va mashinani boshqarishni haydayapsizlar. Mana xuddi shunaqa holatda, lekin obzor juda ham zo'r bo'ladi. Ayniqsa uyda katta televizor oldiga shunday katta ekran qilib qo'yib qo'yasizlar. Qo'yib qo'yganlardan keyin shunday boshlash oldida o'tirsanglar, ichida yurgandek bo'lasizlar. Endi men qaranglar, mana tasavvur qiling, siz rulda o'tirdingiz, imtihonni topshirishingiz kerak. Birinchi o'chirda biza nima qilamiz bu yerda hozir? Mana sizlarga savol. Xo'p, pavorotini yoqdim va qo'zg'aldim. Va keyin o'chirishimiz kerak bo'ladi. Endi mana peshoxodda to'xtadik. Sanadik. 1 2 3. Hop, ketdi shu bilan tepaga. Balandligiga ko'tarilamiz. To'xtadik. Hayajonlanmaymiz, shoshmaymiz. Bemalol bir 30 sekund ichida qo'zg'alsa bo'ladi. O'rgatilgan mashqlarni bajarib, bemalol ko'tarilamiz. Mana ko'tarildik. Hop, mana ko'tarilyapmiz. Ko'tarilganimizdan keyin pastga tushganimizdan keyin qayerga yurishimiz kerak? To'g'ri, chapga. Hop, mana chapga ham burilyapmiz. Bu yerda birinchi o'chirda bizni kenglikni olishimiz kerak, oraliq masofani. Endi qayerga? To'ppa-to'g'ri, yana chapga. Bu ko'chani nomi nima deyilardi? 90 graduslik burilish. 90 graduslik burilishda mana 2 minut ichida sekin shoshmasdan burilib chapga va reski o'ngga. 90 graduslik burilishdan chiqayotganimizda qayerga kelamiz? Chorrahaga. Mana chorrahaga keldik. Chorrahada svetofor qizil hozir. Bu yoqdan qayerga yurishimiz kerak? To'ppa-to'g'ri, to'g'riga ketamiz. Mana to'g'riga ham ketyapmiz. Oldinda nima kutyapti bizani? Ilon izi. Ilon izini qaysi ko'chasiga kirish kerak edi? Birinchi ko'cha o'ngga. To'ppa-to'g'ri top tashlasanglarchi, men ham qo'rqaman deb, men xursand bo'lib ketaman-da. Mana ilon izida ham sal seryoznini yoqib olib, skromli o'tib ketishingiz kerak bu yerda. Chunki bu yerda hamma qarab turadi sizlarga. Shunda bundoq seryozni bashara qo'ysanglar, birovlar gapirishga ham qo'rqadi shunda. Bu akam, opamiz shu jiddiy odam ekan deydi. Xo'p, mana keldik. Chorrahaga ikkinchi marta keldik. Bu yoqdan qayerga? Bu yoqdan ham to'g'riga. Hop, birinchi ko'cha qayerga? Mana bu yerda qaranglar, o'ngga burilsam bo'ladimi yo'qmi? Tak, bu yerga kirish mumkin emas ekan, chunki bu yerda katta bolalarning mashinasi ekan. O'shaning uchun biz hozir kichkina bo'lib turib ham kichkinalarni joyiga borib turamiz. Hop, mana ketyapmiz. Keyingisi bizda bu orqa parkovka. Qaysi ko'cha? Bash ko'chamidi? Mana birdaniga burdim. Mana shu ko'chaga keldik. Bu yerda qanaqa mashq bajarish kerak edi? Orqa parkovka. Mana orqa. Mana o'tiribsizlar, qaranglar, mana hozir katta ekranda o'tiribsizlar-da. Mana hozirda chapga burganimdan keyin bundoq qarasanglar, to'g'ri turib oldim. Mana shunaqada to'xtab olib, orqaga keyin sekin yurish kerak bo'ladi.
Endi qani edi sizlarga hozir yoniga ikkita bakkoy ham qo'yib berardim. Endi bunaqacha texnikamiz hali rivojlanmagan. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Tak, bu yoqdan chiqib ketyapmiz. Hozircha ballarimiz yo'q. Keyin qayerga yuramiz? Qaranglar, yaxshilab mana znaklarga qaranglar. Mana znak. Mana znakka oti nima edi? Ya'ni burilish yo'nalishi. Xo'p, mana chorrahaga 3-marta keldik. Bu yoqdan qayerga? Bu yoqdan chapga. O'shanda chapga burilganimizda oldimizda nima keladi degan savolga hammamizni birdaniga top tashlashimiz kerak. Tak, mana bu yoqda belgiga qarasanglar qayerga ko'rsatyapti? Chapga. Ya'ni bu yerda nima bor bizda chapda burilish deganda? Temir yo'l kesishmasi. Bu yerda mana to'xtadinglar. Qo'lingizda faqat talenka tushirib olmagan bo'lsanglar bo'ldi. Tasavvur qiling, qo'lingizda talenka turibdi. Mana shunday talenkani oldinglarda mana burilyapmiz, xuddi shunaqa talenka ushlagan holatda bu yoqda qayerga kelyapmiz deganda, bu yerda уже ana серьезный razgonlaydigan joy. Mana bitta razgonni oldingda, ikkiga urib, keyin yana birga urib qo'ydingda, disiplinani sekin qo'yib yuborsak, mashina avtomatik sekinlashadi. Xo'p, qo'rqib ketadigan joyimiz bu yoqqa kelganimizda mana bundoq kelsak, ana viu qilib shapa to'xtaymiz shu yerda. Keyin shapa avarinkani yoqib olamizda, keyin tappa deb o'chirib qo'yamiz. Shu bilan keyin yana sekin yuraveramiz. Va bizda уже oxirgi mashqimiz bu parallel to'xtash deydi. Parallel to'xtashda bunda to'xtab olib, ozgina geometrический holatlarimiz, geometridagi holatlarni o'lchagan holatda o'ng olib kirishni boshlaymiz. Mana. Endi bu yerda hozir sizlarga hech narsa ko'rinmayapti, lekin bundoq kelsanglar, seriyozli hamma narsa ko'rinadi bu yerda. Mana parallelga olib kirib qo'ydik va chiqqanimizdan keyin o'sha ikkinchi palasaga kirib, oxirgi chorrahadan qaytib keldi. Bu yerdan o'ngga. O'ngga qaysi ko'chaga kiramiz deganda, bundoq yerga qaranglar. Ikkinchi ko'cha o'ngga, bundoq yaxshilab yerga qarasanglar, o'sha yerda B toifaniki deb qo'ygan. Mana finishga keldik. Xullas finish kelganimizdan keyin ana короче zo'r topshirdim, bashi qo'yilmagan yorib tashladim deb, keyin yana sekin startga bundoq yaqinlashib kelasizlar. Mana mana shunaqa qilib imtihondan yaxshi topshira olasizlar. Agar xohlovchilar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelinglar, shug'ullaninglar, xudo xolasa imtihonga zo'r tayyorlanib ketasizlar.